Yili eskiroq bo'lsa ham, kam yurgan, kraska tegmagan, toza, zo'r holatdagi Gentra qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili to'g'ridan-to'g'ri egalaridan birinchi qo'l 2018-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 76 000 km. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham a'lo darajada, motor, ходовой korobkada hech qanaqa muammosi, hech qanaqa rasxodi yo'q, bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Probegi kamligini isboti mana bagajniy otsek poli oqarib turibdi. Qorayib ketmagan, ko'p yurgan Gentralarning poli mana shu joy qorayib ketadi. Zapaska balon hali biron marta ishlatilmagan, gaz taqib yechilmagan. Krugovoy tonirovka ruxsatlari bilan hali 6 oy ruxsati bor. Kuzovi absolyutno top-toza, bemalol buni ham xohlagan ustunlarga tekshirtirib olasizlar. Pitno degan narsa ham yo'q. Bitta kichkina aybi bor, u ham bo'lsa kolenkada ezilgan joyi bor. $50 buni ustalar bez pokraska chiqarib beradi. 4 ta yumshoq Toyo balonlari taqilgan, holati hali yaxshi, bemalol ancha-muncha yursa bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli holatdagi salon, plastmassalari qirilib ketmagan, sideniyalar cho'kib qolmagan, rul holatlari ham yaxshi turibdi. Magnitofon o'rnatilgan Alpine. Signalizatsiya Magicar 908 bu ham qimmat turadi, bilganlar biladi. Lyuki albatta bor. Akkuratli, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9500. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.